Assalomu alaykum guruhdagilar. Avtobazada yana bir ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa Tunikofon xizmati kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu uyimizni ichi oldin navesini qilib bergandik. Endi uyimiz chetini sizga qilib beryapmiz, aylantirib. Kimgadir shunaqa Tunikofon xizmatlari kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsalaringiz qilib beramiz. Uyimizni bu mashina turadigan joylarigacha qilganmiz. Taraflari tashqarisini ham qilib berdik. İşimiz tugash jarayonida. Kimga shunday samarali xizmatlarimiz kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin.